Bugun Jog'org'i Kengashda sobiq prezident Almazbek Atambayevni daxlsizlik maqomidan mahrum qilish bo'yicha deputatlar komissiyasi yig'inga to'planadi. Xalq vakillari yig'inga sobiq prezident Almazbek Atambayevni yoki uning vakilini qatnashishga chaqirishdi. Eslatib o'tsak, 13-iyunda Almazbek Atambayevni sobiq prezidentlik maqomidan ajratish uchun deputatlar komissiyasi tuzilgan. Komissiyaga KSDP fraksiyasidan O'mirbek Bakirov, Yevgeniya Strakov, Qo'jabek Rispayev, Maqsadbek Egamberdiyev, Respublika Tajurt fraksiyasidan Talant Mamatov, Baxtibek Rayimqulov, Jirg'albek Turusqulov, Qirg'iziston fraksiyasidan Qanat Isayev a'zo bo'lgan. 8-iyunda sobiq prezident Almazbek Atambayev miting vaqtida Jog'org'i Kengash deputatlari nomiga tanqidlar aytgan. Undan norozi bo'lgan xalq vakillari 12-iyundagi sobiq prezidentning oshkora tanqidiga baho berish kerakligini aytishgan. Sobiq prezident Almazbek Atambayev maslahatchisi Ikramjon Ilmiyanovga bog'liq tergov ishlari tugadi. Bu haqda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining jamoatchilik bilan aloqa bo'limi bildirdi. Ilmiyanov tomonidan aldov yo'li bilan 150 ming AQSh dollar mablag'ini noqonuniy o'zlashtirish bo'yicha jinoiy ish tergovi tugatildi. Tergov Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining tergov boshqarmasi tomonidan olib borilgan. 2019-yilning 10-iyundagi tergov natijasida Ikramjon Ilmiyanov Jinoyat va jazo kodeksining 204-moddasi 3-bo'limi bo'yicha jinoyat qilgani aniqlangan. Ayni vaqtda Ilmiyanov va uning oqlovchisi qo'zg'algan jinoiy ish materiallari bilan tanishmoqda. Joriy yilning 25-mayigacha umumiy respublika bo'yicha bahorgi don ekini 679,1 ming gektarga sepildi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi bildirdi. Bahorgi don ekinlari maydoniga nisbatan ko'p yillik o'simliklar sepilgan maydon 135%, arpa 106,7%, bahorgi bug'doy 101,6%, makkajo'xori 101,4%, sabzavotlar 110,1% tashkil qildi. Joriy yilning 25-mayiga nisbatan o'lkada 85,6 ming gektar kuzgi don ekini yoki uni umumiy maydonning 60,5% oziqlantirildi. Respublikadagi dehqon xo'jaliklari tomonidan 597,3 ming gektar maydonga bahorgi don ekinlari ekilgan. Bu o'tgan yilgiga nisbatan 13,6 ming gektarga yoki 2,3% ga ko'p. Jalolobodda uyushgan jinoiy guruh a'zolari tomonidan kaltaklandi deyilgan fuqaro oilasi va o'zining hayoti xavf ostida ekanini aytdi. Sababi uni kaltaklaganlar aniqlangani bilan 1 oydan beri qo'lga olinmagan. Buni Jalolobod oblast ichki ishlar boshqarmasi tasdiqlab, jabrlanuvchining xavfsizligi nazoratga olinadi deb bildirishdi. Uyda yatpaydaman. Qayoqqa borishman? Bu yoqdan chornilari. Bu yoqqa bilmay qoldim men hozircha. Ertaga kun Bu uyushgan jinoiy guruh a'zolari tomonidan kaltaklandi deyilgan Jalolobod oblast ichki ishlar boshqarmasining maxsus tayyorgarlikdagi otryadi xodimi Erkin Mingbayev. U hech kimdan hech qanday qarz va aloqasi yo'qligini aytgan videosini 6-mayda internet olamida tarqatgan. Voqea haqida bularni ma'lum qilgan. Ballar choptishadi o'sha yerda-chi. Menga chopdi so'yilmay. Jig'ilganda menga pichoq tiqqan. Jig'ilib qoldim o'sha yerda. Birinchi o'zlarini qo'sh tortib olgan ekan, onu chiqaribdan keyin men aylam jo'q turib berdim-da, o'sha yerdan keyin urushib telefonga tortib turib chachka jo'natishdi. O'sha Joni degan bolaga, atini bilmayman, Jonida o'qdim. Ularni taniyman. Ko'rsam taniyman ko'ni ham hozir. Buga cheyin hech qanday baylanishim 6 ta 7 ta bola arqamda turdi. Hech qanday baylanishim yo'q ular bilan. Yuqoridagi video internetda e'lon qilingandan keyin militsiya beboshlik moddasi bilan 10-mayda jinoiy ish ochib tergov ishlarini boshlagan. Gumondorlar aniqlanib, oradan 1 oy vaqt o'tganiga qaramay hamon ular qo'lga olinmagan. Bu esa jabrlanuvchi yaqinlarini xavotirga solmoqda. Hozirgi vaqtdagi qo'rqituv urkutuvlar bo'lyapti. O'sha inimdin unday nosini huquqini qo'rg'ab, mezamcheriginde chechib beringlar deb so'ranamda. Agar o'ltirib ketsa kim javob beradi? Kim javob beradi? O'sha bola chaqasi var alındagi. Jalolobod oblast ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi Nurdin Jentayev gumondorlar qo'lga olinmaganini tasdiqladi. Jabrlanuvchi hayoti xavf ostida ekanini aytib, militsiyaga murojaat qilgandan keyin uni alohida qo'riqlash mumkinligini qo'shimcha qildi. Agarda da qo'shimcha o'shanday qo'rqituvlar bo'layotgan bo'lsa, kelib qo'shimcha archasin. Telefon men chalyotadi. Tigi kelib meni qo'rqitdi deb qo'shimcha bildirsa, anda albatta dag'i o'shaga jarasha bereni ochilib,
чара көрүп беребиз. Анын коопсуздугун ошондон кийин карап беребиз. Jalolobod oblast ichki ishlar boshqarmasining maxsus tayyorgarlik otryadi sobiq xodimini urganlar qachon qo'lga olinishi hozircha noma'lum. Jabrlanuvchi uni kaltaklaganlar jinoiy guruh a'zosi ekanini aytib, hayoti xavf ostida ekanini qo'shimcha qildi. O'shning Aravon rayonidagi bog'bonlar gilosni Xitoyga eksport qilishmoqda. Bu haqda rayon hokimi Qurbonbek Aytibayev bildirdi. Uning aytishicha, rayonning bog'bonlari bu yilgi mavsumda 35 tonnaga yaqin gilosni qo'shni davlatga sotuvga chiqarishdi. Mahsulot sifatiga yarasha 1 kilogrammi 140 so'mdan 240 so'mgacha sotilgan. Hokim aholining o'zi yetishtirgan meva va sabzavotlarni o'rtamchisiz sotishga sharoit tuzilganini ta'kidladi. Gilos may oyidan beri sotilmoqda. Hukumatning nochor yashagan va kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy shartnoma asosida bir martalik yordam haqidagi qonun loyihasi jamoatchilik tingloviga qo'yildi. Bu haqda mazkur muassasaning matbuot xizmati bildirdi. Unga ko'ra, bu qonun loyihasini qashshoqlikda yashagan kam ta'minlangan oilalarni qo'llash maqsadida Mehnat va ijtimoiy rivojlantirish ministrligi ishlab chiqqan. Qonunda ularning mehnatga yaroqlilari mustaqil korxona ochaman desa qaytarimsiz tarzda mablag' berilishi haqida ham aytilgan. Vaqtinchalik qonunni amalga oshirishga har yili Mehnat va ijtimoiy rivojlantirish ministrligi byudjetidan 300 million so'm ajratiladi. 15-iyunda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida o'tgan Osiyodagi o'zaro hamkorlik kengashi sammitida Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov Markaziy Osiyodagi uran masalasiga e'tibor qaratdi. Jeenbekovning so'zlariga ko'ra, uran qoldiqlari ko'milgan joylar mintaqaviy darajadagi ahamiyatli muammolarning biri va u sobiq ittifoqdan qolgan xavfli meros. Mazkur masalani hal qilish uchun Qirg'iziston 2018-yili xalqaro miqyosda bir qancha chora-tadbirlarni uyushtirgan. Favqulodda holatlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonda umumiy 92 ta zaharli qoldiqlar saqlanuvchi joy bor. Uning 36 tasi mayli suvda joylashgan bo'lib, 23 tasida uran qolganida radioaktiv tog' konlarining chiqindilari, og'ir metallar, sianid ko'milgan. Zaharli moddalarning umumiy ko'lami 2,9 million kub metrni tashkil qiladi.